Superliga qur'asi sun'iy intellektda o'tdi. Markaziy bahs Samarqandda. O'zbekiston Superligasining 2026-yilgi mavsumi uchun qur'a tashlandi. Va bu yilgi marosimning eng qiziq jihati, qur'a ilk bor sun'iy intellekt orqali o'tkazilgan bo'ldi. Ya'ni bu safar qog'oz-lotereya kayfiyatidan ko'ra texno rejim ko'proq his qilindi. Qur'a natijasiga ko'ra birinchi turning markaziy to'qnashuvi Samarqandda bo'ladi. Mahalliy Dinamo o'z maydonida Navbahorni qabul qiladi. Mavsum boshidayoq katta intriga. Muxlislarga aynan shu kerak. Kayfiyat ham, asab ham, stadionga bahona ham tayyor. Yana bir muhim eslatma. Mavsumning ilk qismida ayrim jamoalar o'z uy stadionida emas, boshqa arenalarda o'ynashga majbur bo'ladi. Sababi oddiy, stadionlarda ta'mirlash ishlari ketyapti. Shuning uchun Nasaf, Sug'diyona, Navbahor, OKMK va Mash'al jamoalari dastlabki uchrashuvlarni o'z maydonida emas, boshqa stadionda boshlaydi. Xulosa qilib aytganda, Superliga yangi mavsumni shovqinli boshlayapti. Sun'iy intellektli qur'a, Samarqanddagi markaziy bahs, stadionlar masalasi, hammasi mavsum boshlandi degan signalni qattiq qo'yib beryapti. Endi esa maydon gapiradi.